Salom do'stlar. Sizlar bilan dalasama va kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, demak, bugungi videomizni boshlaymiz. Mana bonuslarni olib qo'yaylik. Do'stlar, mana bu yerda sabitiya ochildi. Demak, buni ochamiz. Xo'sh, do'stlar, mana sabitiyani ham ochib oldik. Bu yerda ketma-ket faqat g'alaba qozonish kerak ekan. 2 marta g'alaba qozonib turib, bir marta mag'lubiyatga uchrasangiz, sirasi yana 0 ga tushib qolar ekan sizning yutgan g'alabalaringiz. Xo'p, do'stlar, bu yerda favorite player kelibdi. Bu bitinga qimmat, chunki biz tangalarimizni boshqa narsaga sarflaymiz. Mana bu yerdagi reagentni video oxirida ochamiz. Albatta videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, do'stlar, bugungi videomizda ham mana bu yerdagi futbolchilarimizni kuchaytiramiz. Mana o'tgan safar mana Bart Werburger chiqqanida. Xo'sh. Demak, bunday holatga keltirib olamiz va birinchi bo'lib fitness berib ko'ramiz. Cristiano Ronaldoning STR darajasiga tushmoqda. Erling Haalandning tezligi 97 ham bo'ldi. Okey. Hop do'stlar, Eder Militauning tezligi 87 bo'ldi. Do'stlar, Telegram kanalimiz o'tib, kanalga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga a'zolar, obunachilar qo'shgan obunachilarimizga akkaunt beramiz. O'tgan videomda ko'rsatdim. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yib, obunachilar qo'shib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Bizda sezon pass ochib berish xizmatlarini ham yo'lga qo'yamiz yaqin orada. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib, akkaunt savdolari bo'ladi. Hop do'stlar, Telegram kanalimizda akkaunt savdosi ham bor. Bizda akkauntlar bor. Agar olishni istasangiz, ishonchli, halol. Sizlarda akkaunt bo'lsa, biz olib qolamiz. Albatta, akkaunt sotib berish xizmatlari ham mavjud. Akkaunt Telegramga reklama qilib joylab beramiz. Agar akkaunt sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'rtada ham turib beramiz. Akkaunt sotib olib ham beramiz. Shunday xizmatlarimiz mavjud. Shuning uchun Telegram kanaliga albatta o'ting. Shunday xizmatlarga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Demak, kuchaytirishda boshlaymiz. Sharkeyn. Luis Diazning shot darajasi 81 bo'ldi. Erling Haalandning pas darajasi 79 bo'ldi. Ajoyib. Do'stlar, mana bu Rare fitness berib ko'ramiz bitta. Ikkitalik kuchaytirgich. Hop. Ajoyib. Ko'rinishiga kelmoqda Haalandning tezligi ajoyib. Hop do'stlar, sizlarga va'da qilganimdek mana bu yerdagi Rare Agent'ni ochamiz. Do'stlar, Avstraliyalik Mushktarning himoyachi kuch darajasi Robert 70lik kartasida joyib himoyachi. Do'stlar, mana
yuraveramiz. Va do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha albatta Telegram kanalimizda ссылкасын qoldiraman. Unutib olinglar. Bundan da qiziqarli video kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Do'stlar, bitta yangilik bor. Bu yangilikni keyingi videolarimda aytaman. Bu yangilikni bilmoqchi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarda bu yangilikni aytaman. To'g'risi, ma'lum bo'lsinlar.